Qilaybi o'g'lim? Biz senin bilan maktabdan chiqdik. Ishxonangizga o'tiraylikmi? Keling bolam. Xo'p. Rahmat amaki. Mayli bolam, yo'ldan ehtiyot bo'lib o'tinglar. Senga mazza-da. Farzandlaring maktabi ishxonangni oldida. Yo'q, o'rayam bo'lmaysan. Assalomu alaykum onajon. Assalomu alaykum amachijon. Va alaykum assalom. Kelinglarchi? Va alaykum assalom o'g'illari. Yaxshimisizlar? Mayli, mashina o'tirib turinglar. Dadajon, Ya qizim. bir hafta oldin ko'ylak olib bering degandim. Shunga olib bera olasizmi? Hozir pulim yo'q. Kundan keyin olib beraman. Xo'p. Nima qarasan puling yo'q? Bu? Nimaga aytgan narsasini olib bermayapsan, zo'riqtiryapsan farzandlaring? Yo'q, endi haligi men masalan bolalarning o'zidan chiqqan narsasini olib beraman. Zo'riqmasin deyman, kam bo'lmasin deyman. Xato qilasan. Sabab men o'zim zo'riqib o'sganman. Xohlagan paytim xohlagan narsamni ola olmaganman. Farzandlarim bir narsaga zo'riqmasin deyman. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Nima ekan? Sabr. Yosh bolaga sabr o'rgatmasdan qo'ysangchi, agar u shu saboq bilan yashasa, kelajakda baxtli bo'ladi. Hozir og'zidan chiqqan hamma narsani olib bersam, qizimni ham kelajakda turmushga chiqishi bor. Erni esa og'zidan chiqqandan olib beradigan darajada sharoiti bo'lmasligi mumkin. Keyin nima bo'ladi? Urush bo'ladi. Hozir nima ko'p? Ajralish ko'p. Men esa qizimni, bolalarimni sabr qilishga o'rgatyapman. Agar hozirdan yo'qchilikka qanoat qilib yashashni o'rgatsam, ertaga erini tushunadigan solih ayol bo'lib yetishadi. Ularni birinchi so'raganda ko'zlaridagi hirsini ko'rganingda edi. Nafs alangasi yonib turardi. Hozir esa unchalik emas. 1-2-3 kun o'tsin, o'zi kelib qoladi. Keyin bemalol olib berib bo'ladi. To'g'ri aytasan. Men bu yo'g'ini o'ylamagan ekanman. Men o'zini zo'r ota deb o'ylagan ekanman. Sen kitobsan. Gaplashgan sari ko'p narsa o'rganaman sendan. Men ham bugundan boshlab shunaqa qilaman. Alo. Allo, ada. Labay qizim. Ada, planshet olib bering. Yaqinda iPhone 16 olib berdim qizim. Planshet xohlayman. Pulim yo'q, olib bera olmayman. Pulingiz bor-ku, nimaga aldavos? Uyga borib gaplashamiz. Menga qattan bo'lmasa olib berasiz.